Imom Zamaxshariy rahmatullohi alayh o'zlarining tafsirlarida bir joyda aytadilarki, ota-ona hech qachon farzandini qarg'amasin, ota-ona farzandini hech qachon badduo qilmasin deb o'zlarining hayotlarida bo'lgan voqeani aytib beradi. Yoshlik paytim bir qushni oyog'iga ip bog'lab o'yin qilib uchirib yurardi. Ularning birida haligi ipni qattiq bir tortgan edim, haligi qushni oyog'i uzilib o'zi uchib ketib qoldi. Buni onam ko'rib turgan ekan. Onam qarab turgan ekan. Qushga rahmi keldimi bilmadim, uzoqdan baqirib kelib, "Ey ahmoq bolam, ey ahmoq bolam, Alloh ham seni oyog'ingni uzib qo'ysin" deb qarg'ab yubordilar. 20 yilda onamning badduosi qarg'ishi meni ushadi. Ot chopib ketardim. Otni yuganidan bir qalqib, xuddiki bir Allohning farishtalari, Allohning askarlari oyog'imni yuganga mahkam bog'lab qo'ydi. Oyog'im tagidan uzilgungacha ham nima so'zgab ketdi ot. Tabilar oyog'imni chopib tashladi. Ana shu uchun ota-onalar hech qachon farzandini badduo qilmasin, qarg'amasin. Ota-ona agar farzandini qarg'asa, o'rnida urib qo'yadi.